O'zi rassomlar yaxshi odamlar bo'lishadi. Rostdan. Hamma davrda o'zini bir ovozi bo'ladi. Inkuzardan bugungi ovozida. PUBG'ni bekitib turishini ko'rdingizmi? Maşallah. Yaxshi, men ijtimoiy muammolarni eng go'zal tarzda ochib beryapti, tushuntirib beryapti. Xalqqa tushunishga oson. Tabii shunday bo'lishi kerak. Qiyin narsalar qilmaslik kerak. Go'zal til, ajib til, og'riqli nuqtalarni san'at darajasida ko'rsatib berishga urinyapti-da. Bir narsa bor, hunar. Chi bor. Rassomchilik desangiz, u bo'yoqchilik deb qoladi. Lekin rassomlik desangiz, u san'at darajasida bo'ladi. Inkuzarni qilayotgan ishlar ham shu san'at darajasidagi ishlar. Lekin bugungi tilda, bugungi kayfiyatda